Hop, shikoyatingiz opajon nima bezovta qiladi? Bir hafta oldi, manga qarab ishlayapti olmaslikda Asab buzilgandan keyin. Aha. iloji bo'lsa endi pina qo'yib berasizmikin menga? Qo'yaverasizmi? Hop, asab buzilgandan keyin tortish bo'ldi, shundaymi? O'sha yoqqa qarab qoldim. Qo'yavering. Qo'llamay qoldim, qo'lim ko'tarilmay qoldi tepaga. Aha. Biz qo'yib qoldim. Bo'ldi, sizga boshqacharoq lichena qilamiz. Meni qo'lim ko'p uyushadi. Qo'lingiz bir. Shu tuzdikimikin. Hop, opajon, X mana boshni oldinga bosamiz. Voy, o'ryapti. Kuchaydi. Mana bunday kuchaydimi? Ha, ash tomonda ushlayapti-da. Mana ko'ngillanish yo'qmi shunda? Yo'q. Mana bunday yo'qmi? Ha, bu o'ryapti-da. O'ryapti. Mana shu yerdan bitta tomon tortyapti. Ko'z yuming. Bosganimda og'riq kuchaydimi? Yo'q. Ha, bundachi? Yo'q. Hop, oldinga engishing. Oldinga engishganda mana bu Engashganda yerda og'riyor. peshonada og'riydimi yo og'riqqa bo'yinda og'riydimi? He, mana ikki tomirim tortib, ichidan bir narsa tortyapti. Hop, buni mana osteoxondrozlar ba'zi bir turi bor opa. Mana ba'zi biri bor. Bo'yin osteoxondrozlarining ba'zi bir turi shu ko'p o'tirish hisobiga bo'ladi. Buni buxgalter kasal deydilar. O'xshatish ma'nosida gapirganda buxgalter kasal deydi. Ba'zi bir bemorlarniki shamollash hisobiga, ya'ni yelizakda turib qolsa, shuni hisobiga qo'zg'alib qoladigan osteoxondrozlar bor bo'yinda. Ba'zi bir turlari bor osteoxondroz, ayniqsa bo'yin grija, bo'yin osteoxondrozlarining ba'zi bir turi bor. Shu asabi buzilish hisobiga qo'zg'aladigan turlari bor. Sizniki hozir shunaqaki, asab buzilishini hisobiga nevralgiyalar hosil bo'lib qolgan sizda. Buni davosi shu yengil masajlarni qilib, bir ikkita o'sha asabni buzilish hisobiga bo'ladigan bo'lsa, shu asablarni yaxshi qiladigan muolajalarni uyg'unlashtirib qo'ysak, bu tuzaladi. Men sizga o'sha davo taktikalarini qo'llayman, o'sha manual terapiyalarni qilib, osteoxondrozlarga asabingizga qo'shimcha muolaja qilib qo'yamiz. Zo'r bo'lib qolasiz inshaalloh. Ha? Hop. Sizga ham hozir davo taktikasini qo'llab yozib qo'yaman men. Shu o'tgan safar yengilalik masaj oluvdim. Sal tuz bor ekan dedingiz. Men mashinada o'tiraman-da, qolib og'riydi. Lekin bir hafta bo'ldi, endi qo'yib yubordi bo'ynim 3 kundan qatib qoldi-da. Bo'ldi, yaxshi bo'lib qoladi. Men sizga qo'shimcha narsalarni yozib beraman hozir, ha. Ism borda yozib qo'y, sizniki noyob bo'lgan kasalingiz. Buzilish bo'ldi. Qon analiz topshirdim men. Har jumaga kalsiy D3 deyapti o'zi. Ular ichsam hozir bo'laverami, to'xtatib turishim kerakmi? Oqsillar, ashuna hamma yo'q nolga tushib ketibdi. Oqsillarmi? Amiga uch shunaqa dorilar ichyapti o'zim. Hop. Gemoglobin past ekanmi? Nolga tushib ketibdi. 30 chiqdi. Gemoglobini? Ha. Qonni ko'paytirar ekanmiz bunisi. Shunaqa. Bo'ldi, xavotir olmang. Hamma yo'q ekan. Kechqurunga bo'lmasa, men sizga uni bundan yozib qo'yaman. Yantasol. 2 mahal lichena qilamiz. Ertalabkisida bo'yin osteoxondrozingizga, kechki payt qon ko'paytiradigan lichena qilamiz. 2 mahal lichena qilamiz sizga, opa. Tepaga ko'taraman opajon. Siz oldinga bosishga harakat qiling. Bo'yin mushaklari kuchayadi shunda. 1 2 3 4 ko'taring tepaga. 1 2 3 o'ngga qarang. 1 2 3 chapga qarang. 1 2 3 o'ngga qarang. 1 2 3 qo'lingizni opajon mana shundan surasiz. Turing. 1 turing. 2 3 orqaga suring. 1 2 3 basing. 1 2 3 ko'taring tepaga. 1 2 3 3 ko'taring tepaga. 1 2 3 bo'shashtiring.
Qisirishini qarang, mana shu yerda ham bor ekan, bitta. Hop, qo'lingizni bosh orqasiga qo'ying. Boshingizni sal eging oldinga. Oldinga bosing boshni, gavdangizni bo'shashtiring. Rosa qisiryapti. Qarasa ko'p. Ko'payib qoldimi? Qarasa ko'p bo'ladi. Nimalar? Magniy yetishmovchiligidan, kalsiy yetishmovchiligidan bo'ladi. Qo'llikni hisobiga ham mushaklaringiz yaxshi bo'g'imlarni boshqara olmaydi. Kam qonlik hisobiga ham muskullar, bo'g'imlar yaxshi boshqarilmaydi. Mana kam qonlik ham oz miqdorda bo'lsa ham yordam berildi kam qonlikni davolash uchun. Undan tashqari mana D3 kam ekansizda D3. D3 ga ko'r yozib berdim. Shuni qildirib olasiz oxirigacha. Hop, keyin varatni taqyapsizmi bo'yinga? Varatni. Taqyapman. Varatnini O'zi cho'zilyapti shunda. varatnini taqqaningizda o'sha bo'yinlaringiz ochiladi. Bo'yinlar ochilgan sari shu joyda qon yaxshi aylanadi va grija tezroq suriladi sizda. Har kuni 2 mahaldan, 3 mahaldan bo'yin burun bilan havoda raqam chizasiz dedim-ku, shu mashqlarni qilib turasiz. Ana shunda bo'yin mushaklari baquvvat yuradi. Shu ancha yengillashyapti shuni taqqanman. Ha, yengillashadi. Tuzalasiz ancha. Quvvatga ham kirdingizmi ancha? Ancha kirdim. Necha foizga yaxshisiz umumiy hisobda? 100%, bu safar 100% bo'ldi. Inshaalloh. Davomli bo'lsa, hozir sizga fizioterapiya qilib qo'yamiz, opa. Yaxshi bo'ladi yana ham, sog' bo'ling. Hop.